Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Fatima Zahra onamizni sog'inib, Hazrati Alining xonadonlariga kiruvdilar. İmam Hasan bilan İmam Husanlar urushib, bir-birlari bilan orozlab o'tiribdilar. O Fatima Zahra onamiz bo'lsalar xafa bo'lib o'tiribdilar. "Ey qizim, nimaga xafa bo'lib o'tiribsiz?" dedilar. "Bu Imom Hasan, Imom Husanlarni qarang, nabiralaringiz bo'lib turib, urushib, hazillashib, janjallashib, bir-biridan orozlab turibdi. Nabiralaringizki shunchalik bir-biridan orozlagan bo'lsa, ummatlaringiz ahvoli nima bo'lar ekan? Shundan qo'rqib xafa bo'lib o'tiribman" deganlarida payg'ambarimiz Imom Hasan, Imom Husanga shunaqa bir nasihat qildilarki, yosh bo'lsalarda yig'lashdida. Yosh bo'lsalarda yig'lavdilar. Rasululloh suhbatni tugatdilarda, kim birinchi bo'lib kechirim so'rasa o'sha jannatga birinchi bo'lib kiradilar. Ikkovlari ham tez turishibdi. Ikkinchi marta aytdilar, kim birinchi bo'lib kechirim so'rasa o'sha jannatga birinchi bo'lib kiradi. Tez turishdi, uchinchi marta aytdilar, ham tez turishdi. Shunda, "Yo Imom Husan, bu akangiz bo'ladi Imom Hasan. Siz kichkinasiz, akangizdan birinchi bo'lib kechirim so'rang" dedilar. Imom Husan aytdilarki, "Yo Rasululloh, akam birinchi mendan kechirim so'rasinlar. Chunki akamdan oldin jannatga kirish menga harom bo'lsin" deb yig'ladilar.